Epstein fayllarning so'nggi e'lon qilingan to'plamida O'zbekiston haqida yuzlab eslatmalar bor. Jumladan, jinoyati fosh qilingan moliyachi va O'zbekistondan bo'lgan yosh ayollar o'rtasidagi elektron yozishmalari ham. The devil himself said, I'm going to exchange some dollars. O'zingizni shaytonning o'zi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Lekin qo'limda yaxshi ko'zgu bor. Bugun biz ushbu hujjatlarni ko'zdan kechirdik. Hozircha aniqlanganlar mana shular. Agar bu voqea sizga notanish bo'lsa, Jeffrey Epstein qudratli do'stlar tarmog'iga ega bo'lgan obro'sizlangan moliyachi edi. 2019-yilda u voyaga yetmagan qizlardan iborat keng ko'lamli global jinsiy savdo tarmog'ini boshqarganlikda ayblanib, qayta qo'lga olingan. Bir oy o'tib, qamoqda o'z joniga qasd qilgan deb ishoniladi. Uning atrofida prezidentlar, qirollik oilalari vakillari va mashhurlar bo'lgan. Shundan beri unga qo'yilgan ayblovlar tafsilotlarini ochib beruvchi minglab hujjatlar e'lon qilindi. AQSh Adliya vazirligining veb-saytida joylashtirilgan so'nggi hujjatlar to'plamida Epstein va o'zbekistonliklar o'rtasidagi yuzlab elektron yozishmalar mavjud. Masalan, qo'limdagi mana bu yozishmada Sulton deya o'zini tanishtirgan kishi "Bu mening 22 yoshli o'zbekim, iltimos javob bering" deydi. Unga javoban Epstein pasportiga ko'ra 23 yosh ekan, u yana 2 yilgina yaraydi. Men sen bilan faxrlanaman deb yozgan. Sulton keyin "To'g'ri aytasiz, yana 2 yilgina yaraydi" deb javob yozadi. Shunga o'xshash boshqa yozishmalar ham bor. Ularda safar masalalari, logistika va bank ma'lumotlarini almashish muhokama qilingan. Mana bu hujjatda New York Film akademiyasiga to'lov ko'rsatilgan. Bundan tashqari O'zbekistondagi bank hisob raqamiga minglab dollar mablag'lar o'tkazilganini ko'rsatuvchi hujjatlar ham mavjud. Bu fayllarda o'zbekistonlik shaxslar tilga olingani mintaqa ijtimoiy tarmoqlarida bahs, munozaralarga sabab bo'ldi. Epstein fayllari boylik, hokimiyat, zo'ravonlikdan iborat global tizimni fosh etdi. Butun jahon hujjatlarni o'rganishda davom etar ekan, shaffoflik va javobgarlik masalalari hanuz ochiq qolmoqda. Jabrlanuvchilar uchun adolat esa to'liq ta'minlanmagan deya baholanmoqda. So'nggi hujjatlar e'loni haqida fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Bizni barcha ijtimoiy tarmoqlarda BBC O'zbek deb qidiring. Obuna bo'ling va bu videoni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringiz va tanishlaringiz bilan ulashing.